Haqiqat buzilganda zanjir. Hikoya qiz bola nomidan o'qiladi. Men bu uyda 23 yildan beri yashayman. Xuddi o'tgan 8000 tunlardagi kabi uxlash uchun yotarkanman, zinapoyadagi chiroq tugmasini o'chirish uchun qo'limni cho'zdim. U tugma zinaning eng yuqorisida, men ko'tarilayotganimda chap tomonda joylashgan. Lekin u yerda u yo'q edi. Men to'xtadim va pastga qaradim. Qo'lim bo'sh devorda turardi. Orqamga o'girilib qaradim va chiroq tugmasi zinapoya maydonchasining boshqa tomonida ekanini ko'rdim. Nima? Chiroq tugmasi har doim o'sha tomonda bo'lganmi? Shuncha vaqt o'tib men hech qachon chiroq tugmasi aynan qayerda joylashganiga e'tibor bermagandim. Bu sof mushak xotirasi edi. Qo'lni cho'zasan, chiroqni o'chirasan, yotoqxonaga ketasan. Men pastga qaradim. Chap qo'limda endigina yuvilgan choyshab va yostiq jilti bor edi. Va bu chiroqni o'chirishga xalaqit berdi. Qo'llarni almashtirish o'rniga mushak xotira miyamga shunchaki shunday dedi. Ey, oldinga yur va chiroqni boshqa qo'ling bilan o'chir. Ahmoq miya. Hammasi joyida edi. Men yotoqxona eshigini ochdim va choyshabni matras ustiga torta boshladim. Buklamalarni yozarkanman, matoni tortib burchaklarni ehtiyotkorlik bilan ichkariga kiritdim. Buni 4 marta takrorlagach, xo'rsinib o'rnimdan turdim va vannaxonaga yo'l oldim. Chiroqni yoqish uchun qo'limni cho'zdim. Bo'sh devor. Bu nimasi? Ikkinchi qo'limni cho'zdim. Bir lahzalik ikkilanib turishdan so'ng barmoqlarim chiroq tugmasini topdi va uni yoqdi. Qoshimni chimirib oynaga qaradim. Chiroq tugmasida qotib qolgan o'sha suyak qo'limning aksiga tikildim. Ishonchim komil. Chiroq tugmasi boshqa tomonda, sochi qiladigan ilgak yonida edi. Lekin bu yerda emas. Stolga yaqinlashib sochimdan shpilkalarni oldim. So'ng sochlarimni bir yerga to'plab neon yashil qistirgich bilan qistirib qo'ydim. Keyin tish pastasini olish uchun tortmaga qo'limni uzatdim. Ammo barmoqlarim havodan boshqa hech narsani sezmadi. Pastga qarasam, tortma bir necha diyum pastroqda ekan. Xudoyim, bugun menga nima bo'lyapti? deb pichirlab qo'ydim o'zimga. Tortmadan tish pastasini oldim. Uni cho'tkaga surtib, g'azzab bilan tishlarni tozalay boshladim. Rakovina ustiga engashgancha kaftimga suv olib, og'zimni chaydim va tupurib tashladim. Qaddimni tikladim. Nima? Oynada matras ustida yotgan yig'ilib qolgan choyshab ko'zga tashlandi. Qotib qoldim. Axir, men bu choyshabni to'g'rilab qo'ygandim-ku. Nahotki, yoki men faqat bu haqda o'yladim xolosmi? Orqaga burilib yig'ilib yotgan matoga tikildim. Yengil yashil no'xatli naqsh buklamalar orasida g'alati holga kelgandi. Boshimni chayqab karavotga yaqinlashdim. Choyshabning burchaklarini tekislash uchun uni havoda silkitdim. Uni tortib, har bir burchagini joyiga mahkam kiritdim. Ajoyib ko'rinyapti. Derazalarga borib ularni yopdim. Keyin qulfladim. Jalyuzilarni pastga tushirib, so'ng pardalarni tortdim. Oy nurisiz xona butunlay qorong'u bo'lib qoldi. Faqat vannaxona eshigi ortidan sizib kirayotgan oltinsimon yorug'lik bundan mustasno. Vannaxona chirog'ini yoniq qoldirdim. Yiqilib tushmaslik uchun albatta. Karavotga o'tirdim va stol chirog'ini yoqdim. Tumbuchkadan Kindle'ni olib o'qiyotgan romanimni ochdim. Tanasi almashib qolgan, bir-biridan juda farq qiladigan ikki ayol haqidagi bir drama edi. Bir necha daqiqa o'qidim, ammo keyin nimadir e'tiborimni tortdi. Oyna. Karavot qarshisida turgan bo'yimni to'liq ko'rsatadigan oynada o'zimning aksim ko'rinardi. Adyolga o'ranib olganman. Tumbuchkada suv stakani, qo'limda Kindle. Hammasi o'zimnikidek edi. Ammo bir narsa dahshatli, juda dahshatli tarzda g'alati edi. Mening sochlarim yoyilib turardi. Yo'q, men sochlarimni vannaxonada yig'ishtirib bog'lagandim-ku. Bunga to'liq ishonardim. Aks holda tishimni yuvayotganimda sochlarim albatta rakovinadagi suvga tegib ketgan bo'lardi. Balki chalg'ib ketib o'qiyotganimda yana yechib qo'yganmanmi? Neon yashil rezinka tumbuchkada yotardi. Uni oldim va sochlarimni tezda bog'lab oldim. So'ng oynaga tikildim. Mening aksim menga tik qarab turardi.
ko'zlari katta-katta ochilgan holda. Sen shunchaki charchagansan. Sen uchun bugun juda og'ir kun bo'ldi. Butun hafta haqiqiy do'zax. Ishdagi prezentatsiya, podvaldagi yorilgan oynani yolg'iz o'zing ta'mirlashing. Sen shunchaki yaxshilab uxlashing kerak xolos. Men qo'limni cho'zdim va lampochkani o'chirib qo'ydim. Qorong'ulik meni o'z og'ushiga oldi va u qandaydir haddan tashqari qorong'u edi. Odatda zulmatda hech bo'lmaganda biroz yorug'lik bo'ladi. Hatto ochiq noutbukning miltillovchi oq indikatori bo'lsa ham. Ammo bu mutlaq zulmat edi. Qalin, og'ir, go'yo tuman singari butun xonani to'ldirayotgan qorong'ulik. Uxla. Sen uxlab olishing kerak. Men yostiqqa boshimni qo'ydim, ko'zlarimni yumdim va sekin uyquga ketayotgandim. Lekin shu payt ko'zlarim katta ochilib ketdi. Yorug'lik. Men vannaxonadagi chiroqni yoqilgan holda qoldirgandim. Endi esa u o'chiq edi. Men kravatdan turdim. Xo'y, bu yerda kimdir bormi? Zo'r fikr hamda. Slasher filmlaridagi qurbonlar kabi mana men deb e'lon berish. Qorong'uda telefonimni paypaslab topishga urinardim. U o'ng tarafimda, 1-2 fut narida turgan tumbuchkada bo'lish kerak edi. Ammo qidirishni davom ettirganimda qo'lim faqat bo'sh havoni paypasladi. Jin ursin, tumbuchka qayerda? Sekin, ehtiyotkor qadamlar bilan oldinga yura boshladim. Shunda oyog'im nimadirga urildi. Og'riqdan so'kinib yubordim. Lekin pastga egilib qo'limni cho'zganimda nihoyat telefonimning silliq metall korpusini paypaslab topdim va fonarikni yoqdim. Qonim tomirlarida muzlab qoldi. Karavot, tumbuchka, bularning barchasi xonaning o'ngida emas, chap tarafida edi. Yuragim tez urib bu manzaraga tikilib qoldim. Qo'lim titragani uchun oq nurlar devorlarda o'ynab ketdi. Men vannaxonaga qaradim. Ammo ko'zim oynalarga tushdi. Pardalar mahkam yopiq edi. Ortimga o'girildim. Vannaxona eshigi xonaning teskari tomonida turardi. Bu nimasi? Shunda men yotoqxona eshigiga qarab yugurdim. Eshik tutqichini burdim, eshikni ochdim va koridorga otilib chiqdim. Zinapoya. U pastga emas, yuqoriga olib borardi. Men fonarikni yo'naltirdim. Yog'och zinapoyalar tepaga ko'tarilib, maydonchada 90 daraja burilib, yana yuqoriga davom etardi. Eng yuqorisida esa yopiq eshik turardi. Men uni million marta ko'rganman. Podval eshigi. Tush. Bu albatta tush bo'lish kerak. O'zimni chimchiladim. Og'riqdan qichqirib yubordim. O'zimni uyg'otishga urinardim. Ammo baribir shu yerda edim. Hali ham koridorda va koridor podval eshigiga olib borardi. Zinapoyadan yugurib chiqdim. Eshikni siltab ochdim yoki ochmoqchi bo'ldim. U atiga bir necha duyumgina ochildi va darrov zanjirli qulflarning jaranglashidan to'xtadi. Men butun vaznim bilan eshikka otildim. Zanjirni tortib ochishga urindim. Ammo eshik endi umuman bo'sh kelmasdi. Meni chiqarib yuboring. Eshik ortidan yorug'lik miltilladi. Va eshikdan nimanidir ko'rdim. Tanish bir narsani. Kukushkali soat, koridor, krem rangli devorlar, kichkina devorlari qog'oz bilan qoplangan oshxonaga olib boruvchi yo'lakcha. Bu mening uyim edi. Oshxonada esa bir ayol turardi. Qora sochlarini neon yashil rezinka bilan bog'lab olgan ayol. Bu men edim. Qo'lida asboblar qutisi va axlat qopchasi bor edi. Har bir qadamida nimadir shisha singari jiringlab turardi. So'ng u burilishdan o'tib garaj tomon g'oyib bo'ldi. Yordam bering, meni chiqarib yuboring, deb baqirdim. Lekin hech kim kelmadi. Men politsiyaga qo'ng'iroq qilishga urindim. Onamga, do'stlarimga, kim bo'lsa ham hammasiga qo'ng'iroq qilib ko'rdim. Ammo bo'lmadi. Go'yoki internetga qandaydir ulanib turgandekman. Lekin buni kimdir ko'radimi yo'qmi? Bunga ham ishonchim komil emas. Lekin baribir umid qilaman. Kimdir buni o'qiydi. Va umid qilamanki, siz menga yordam bera olasiz. Video so'ngida Oqshomning Telegram kanaliga obuna bo'lishingizni so'rab qolaman. Sababi endilikda Telegram kanalga mutlaqo yangi, eksklyuziv, ya'ni YouTube ga qo'yilmaydigan hikoyalarni joylab boraman. Telegram kanalga o'tish linkini video описаниyadan yoki pastdagi kommentariya bo'limidan topishingiz mumkin.